Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 6. bab. Südük tumanları. 1. Xuşallıqıdan köre g'am qayg'ulari ko'payib qolgan, shu sabablik xilla cho'llarab qolgan ostona ko'chalari yaqindan beri yana qaytadan ovatlashib, jonlanib qolgan edi. Sultan Ismoilxonning saltanatni suluk mazhabdan mustasno tutish siyosatining ta'sirida Suluki Issoqiya targ'ibotini bo'shashtirishga majbur bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning xalifa so'pilarining zulmidan qutulib, bir oz xotirjamlikka erishgan shahar aholisi xilla ko'ngil ozodligiga chiqib qolgan edi. Suluki ishqiya muritlarining o'ldirilishi, dumbalanishi, jazolanishi, mol-mulkining bulang-talang qilinishi, uy voqealarining ko'ydirilishi yaqindan beri asosan to'xtatilgan edi. Şoңlашqa savdogarlar, do'kondarlar, hunarvan kasıblar, uşaq tijoratchilar, chor bozorchilar, bidiklar qaytadan tijorat boshlagan. Bir mezgil taqilib qolgan Sarrab bozoridagi oltin sarayi, tilla saraylari qaytadan ochilgan edi. Oddiy xalq bekinib olgan uylaridan ko'ch-ko'ylarga chiqishga, xotirjam tirikchilik qilishga boshlagan edi. Nələrdir g'oyib bo'lgan chet ellik savdogarlarmi to'ga karvonlarini yetilishib, shaharga kirishga boshlagan edi. Shu kunlarda Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon yengila taxtga o'tirgan Sultan Ismoilxondan xilla ranjib qolgan edi. Chunki Ismoilxon tunji turkumda mansabga tayinlagan o'rda amirlarining orasida nima sababdandir bu piri buzrugini unutib qolgan edi. O Sultan Ismoilxonga mərhum dadisi Xo'ja Shodi Eshonning Sultan Abdullah Xon zamonasida ordining najiblik martabasiga erishib, xonning sol tarafida o'tirishga musharraf bo'lganligini alohida eskartgan. Shu orqali o'ziningmi bu oliy martabaga erishish tamasining borligini bildirgan edi. Afsus, Ismoilxon piri buzrukning bu orzusini qondirmagan edi. Acaba Ismoilxon shuncha oshkora bildirilgan bishoratni bilanmagidek darajada kolvalishib qolganmidir? Yo'q, buning tagida cho'qim bir o'yin bor. Mirza Babaxbek degan murtad harom tomoq xonning burundan yetilayotdi. Saidiya tasarrufida davati Isoqiyani cheklashga, farmon tushirishga yo'l ko'rsatgan mushu piri buzruk bilan xonning o'tirsida to'siq bo'lib turayotgan mushu Hab Mirza Babaxbek. Bu ishlarni o'ylagan siri pig'on chekatdi Xo'ja Abdulla Eshon. Hashamatlik Eshon qasrida xuddi ichida yodi teshib bor eshakdek to'xtamay u yoqdan bu yoqqa minib xiyol suratdi. Xo'ja Abdulla Eshonning farzi to'g'ri edi. Sultan Ismoilxon rasmiy taxtda o'tirib hafta o'tganda tuyuqsiz Mirza Babaxbekni ma'rifat sarayiga taklif qildi. Mirza Babaxbek saroyda Sultan Ismoilxondan bo'lak hech kimning yo'qligini ko'rib, xonning o'zi bilan xos maslahatlashadigan muhim ishi borligini pamladi. Salom sahatdan keyin Ismoilxon Mirza Babaxbekni yenidagi ta'tillar ko'pida o'tirishga taklif qildi. On hazratimning qandoq farmoni bor ekan? Dedi Mirza Babaxbek xon bilan bir ko'rpida yondosh o'tirishga jur'at qilolmay, pagah tarafdagi mahmal ko'rpida yukinib o'tirib. Avval yaratgan egamning inoyati bilan, ondan qolsa amir janoblarining katta pam farosati bilan buyuk Saidiya taxtida o'tirishga musharraf bo'ldim. Dedi Ismoilxon aldirmay so'zlab. Ammo yurtdorchilik tizginini tutib turish men bir odam uchun ba'zi mushkuldir. Tasarrufimizda nisbiy tinchlik hukm surgani bilan el ra'iyatning ko'nglini bizga butunlay moyil degili bo'lmaydi. Tasarrufimizdagi har qaysi yurt, shahar, bagdiklar helmi ham Shohzoda Yo'lvosxon tarafdorlaridagi amir, hokim, baglarning qo'lida turibdi. Ordidagi har qaysi divan, saroylarga amir sahiblar, mulkiy amaldorlar texi to'liq bekitilgani yo'q.
Şu xususda janoblar bilan muloqotda bo'lg'imba. Ori, dedi Mirza Babaqbek o'rnidan turib xonga hurmat bildirib. Davlat panohimizning bu xususdagi muddaosini anglab baqsam. Qani, ko'rpiga marhamat qisila, amir janoblari, dedi Ismoilxon Mirza Babaqbekni o'tirishga taklif qilib. Ortiqcha tuzut qilmaslimi bo'ladi. Kang kushoda maslahatlashaylik. Mirza Babaqbek Mahmal ko'rpiga qaytadan joylashdi. Sultan Ismoilxon shira ustidan 2 varaq qog'ozni ilib Mirza Babaqbekka uzatdi. 2 kundan beri bosh qatirib bu tizimlikni tuzib chiqdim. Amir janoblari ko'rib chiqqandan keyin ko'nglida qandoq o'y xiyollari bo'lsa, yo'shirmay bayon qilg'ay. Mirza Babaqbek tizimlikni 2 qo'llab oldi-da, ichida asta o'qishga boshladi. Mirza Babaqbek Arkoni davlat Amri Kabir Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Piri Buzruk Najib Sudurla Sadri Najib degani lashkari yurish, qo'shin yo'tkash ishlariga mas'ul yuqori darajalik lashkari mansab. Sudurla Sadri degani barliq diniy martabalarning eng kattasi, xalqning diniy ishlariga mas'ul mansab ekan. Mirza Babaqbek Sultan Ismoilxonning o'zi bilan Eshonga inom qilgan martabasini o'qib, bir oz taajjublangandan keyin ko'z qirida xonga shundaqla qarab olgandan keyin yana o'qishni davomlashtirdi. Mirza Babaqbek tizimlikni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin shira ustidagi qalamni qo'lga olib, siyoqqa miligandan keyin avval o'zining ismiga, ondan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning ismiga to'glaksizdi. Yana bir az o'ylanib olgandan keyin Mirza Idrisbek, Mirza Haydarbek, Mirza Xo'jiyor, Mirza Qosimbek qatorliq 4 odamning ismig'imi to'glaksizib bo'lib, tizimlikni xonga hurmat bilan uzatdi. Ismoilxon tizimlikni qo'lga olib, to'glaksizlagan ismlarga qayta nazar tashladi. Amir janoblarining o'zlari va Piri Buzruk qatorliq 6 kishining ismiga to'g'lak sizib qo'yishining boisi nima ekan? So'rdi Ismoilxon taajjub ilgida Mirza Babaqbekka qarab. Davlat panohim menga ishinib, saltantimizning katta ham muhim ishini maslahatimga solgan ekan. Otkochilik bo'lsa-mu, ko'nglimdagini udulli davray, dedi Mirza Babaqbek xonga tavazzu bilan bosh egib. Arkoni davlatlik martabasini inom qilib, Peyqirni e'tiborlaganlari uchun qiblagohimga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Ammo buyuk Saidiya taxtida oliylerdek fazilatlik, istidodlik, farosatlik, adlu adolatlik Bodirxon posibon bo'lib turgan ekan. Arkoni davlatlik martabasi albatta o'zriga taalluq bo'lishi kerak. Bu martaba boshqalarga zinhor xo'p kelmas. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Piri Buzrukqa garchi oliylari qo'l berib, murid bo'lgan bo'lsa-mu, biroq u zot xonliqimiz tasarrufidagi barliq avam ra'iyat e'tirof qiladigan islomiy shariatning emas, balki sulki tariqatning, ya'ni kelib davati soqiya sulkining peshvosidir. Muhtaram on hazratimga ma'lumdir. Saidiya tasarrufida davati soqiya, davati ishqiyadan iborat 2 sudukka irodat qiladigan avomdan boshqa, yana sudukdan mustasno yashab, shariat ahkomlari bo'yicha musulmondarchilik qiladigan nurg'unlagan avom bordir. Navoda mushularni o'ylashmayla soqiya sulkining peshvosi bo'lmish Eshon pirimizga xalqning Najib, Sudurla sadrliqidan iborat 2 yuqori mansabni inom qilsala, yolg'iz ishqiya sulkidagi avomlar emas, sudukdan mustasno avommi qoyil bo'lmaydi-da, el yurt orasida fitna fasod paydo bo'lib, tugimas nizo adovatlar qaytadan bosh ko'tardi. El ra'iyatning on hazratimga bo'lgan ishonchisi suslashidi. Uning ustiga Piri Buzruk Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari
Dəvəti İsaqiya tərqibatıdan texicə yanğını yox. Helimu həm İsaqiya muridlərinin təqibidən nurğunlığan oddi, begünah işqiya muridləri yürük aldı bulub yaşavatıdı. Bu digərlərimi toğra əmir. Әмма пір бұзырық Xoca Abdullah İşan Həzrətləri маңа bir neçə qitim muşu xüsusdiki arzusunu bildirib, uçuq aşkara bişarat bəgən idi. Dedi İsmail xan tənqisliqqa qalğan halda. İşan pirimizning bu arzu muddasını bilib turib, qandırmasaq bizdən rəncib qanmasmı? İşan pirimizning arzu muddasını düşünüşkü boludu. Dedi Mirza Babaqbək mulayizini davamlaştırıb. Pırğa qol beriş, mərhum Sultan Said xan alilərdən tatib, davamlaşıb kelivatqan udum. Әмма мәйлі Sultan Said xan aliləri, məyli Sultan Abdurrashid xan aliləri və yoki keyinki xan sultanlar bolsun, həmmisi pırğa qol bəgən bilən, ularni saltanat işləriga aralashtirib, ordada mansab, mərtəbə bəgən emas. Faqat akılları cennet makan Sultan Abdullah xan aliləri işki və taşqi düşmənlərini tinchitishqa amalsız qilib, Sülki İsaqiya muridlərdən faydalanış üçünla Xoca Şadi İşan Həzrətləriga necblik mərtəbəsini inam qılğan idi. Әмма bu iş Sultan Abdullah xan aliləriga texmi köpləb baş ağrıqı tepib bədi. Çünki Qashqardagi işqiya sülkінің pir azami Xoca Muhammad Yusuf İşan və onun oğlu Xoca Hidayetullah İşan ilgiri Xoca Şadini birdən bir düşməni deb qarğan bolsa, Xoca Şadi neciblik mərtəbəsiga erişib, yurtdarçılıq işləriga aralashqandan keyin Sultan Abdullah xan alilərini əşəddi rəqibi qatarda sanıdı. Sultan Abdullah xan alilərinin saltanatini sülükdən, məzəbdən mustasna tutuş siyasətiga işənmədi. Axırda Şahzad Yolvaz xanni quturtub, oti bilan balını öz ara qilish yalang'ashlashqa majbur qildi. Keyingi fojialar qiblagohimga sir emas. Xullas qalam, oliylari saltanat taxtiga amdila bir qaror bo'ldilar. Saidiya tasarrufi qolaymaqanchilik, urush vaymasidan to'liq qutulib ketamidi. Avamning ko'nglimi xotirjam emas. Saltanatda muqimlik, osoyishlik to'liq amalga oshmadi. Mushundaq ahvol ostida saltanatning muhim ikki mansibini pir buzruqqa topshirsalar, bu ish Xoja Hidayetullah İşan boshchiligidagi sulki ishqiya muridlari uchun obdan bahona bo'lib berdi-da, fitni fasod tarqitib, elning xotirjamligini buzdi. Navada İşan pirimizni ranjitib qo'ysak, saltanatimiz uchun o'xshashla xavf bo'lib qolmasmi, janobi amir? Dedi İsmail xan ko'nglidagi andishini yo'shirmay. Albatta, bu mu o'xshashli cho'ng xavf, dedi Mirza Babaqbək xotirjamlik bilan. Ammo ul Maxtumzoda Xoja Abdullah İşan pir buzrukni yurtdarchilik ishlariga aralashtirmaganliklarining o'zla ishqiya sulkidagilar uchunmi, sülükdən mustasna avam uchunmi cho'ng xotirjamlik akadirgusi. Bu biridan kechib ikkining himoyasiga erishish deganlikdir. Isaqiya muridlarining ishqiya muridlarini jazolashini to'sqanliklarining o'zila Xoja Hidayetullah İşan uchun cho'ng tasallidir. Bu ishdan Xoja Abdullah İşan Hazretleri saltanat bilan qarshilashsa, izzat obro'yining tövallab ketishidan, Xoja Hidayetullah İşanning olilariga beqinlishidan, yiqilishidan ansiraydi. Shu sabablik hozircha saltanatga foydasiz ishlarni qilishga jur'at qilolmaydi. Biz mushu fursatdan foydalanib, saltanatni sülükdən mustasna tutush siyosatimizni haqiqiy amalda ko'rsatishimiz, Xoja Hidayetullah İşanning Qashqarda va Makka Şehit döngidagi ota miros zaminlarini qo'liga qaytirib berishimiz kerak. Shunda qilsak, har ikki sülükdagi azizlar saltanatga qarshi harakat qilishga jur'at qilolmaydi.
Demak, biri orqali yana birini cheklab turamiz. Uninggacha saltantimizning asosini xilla puxtalab olamiz. Bu bo'ladigan tadbir ekan, dedi Ismoilxon qoyil bo'lib. Ammo Eshon pirimizni tartuqsiz qoldirsaqmi bo'lmas? Xo'ja Abdulla Eshon pirimizning Qashqarda Fayzobod degani hozirgi Fayzobod noyisi ekan. Ostonda 9 kanit degani hozirgi Yakan noyisining 5 kanit egachi yezdir ekan. Xotanda Oqsaroy degani hozirgi Qoraqosh noyisining Oqsaroy yezisi deydi. Qatarliq oti miros zimilari bor. Shu zimillarni qo'liga qaytirib bergandan sirt Xotanda yana Sanju tavasini. Sanju degani hozirgi Guma noyisining Sanju yezisi deydi. Abi niyoz qilib tortuq qisla kupoy qilur. Bir buzurkimiz to'limi xudogo'y. Fani olamning maishatlarini tark etgan zotdir. Ortiqcha dapina dunyoni lozim qilmas. Mirza Babaqbek keyingi so'zlari orqali Sulton Ismoilxonning sexiylik qilib Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonga ko'plab zimin suyruqal qilib berishining oldini olishga tirishayotdi. Mayli, shunda qilayli emisa, dedi Ismoilxon ortiqcha o'ylanib o'tirmay ma'qullik bildirib. Ammo bu to'rt amirning ismiga do'gilak sizib qo'yishlarining boisi nimikin, janobi amir? Bilmadim, bu amirlarning sulukka iroda qilgan, qilmaydiganligini muhtaram davlat panohim bilamdikin? Albatta bilaman, dedi Ismoilxon o'ylanib turmayla javob berib. Bular Soqiya sulkining sadoqatman muridlari, pir buzurkimiz Xo'ja Abdulla Eshon hazratlarining eng yaqin xish aqrabolaridir. Bularni yuqori muhim mansab martabalarga qo'yishnimi Eshon pirimiz tavsiya qilgan-ku deyman. Davlat panohim, dedi Mirza Babaqbek xonga sinash nazari bilan qarab. Albatta, dedi Sulton Ismoilxon. Bu amirlar pir buzurkimizning yaqinlari bo'lib qolmasdan saltantimizga intayin sodiq kishilardir. Bir qism sarkarlarning saltantimizga sodiq emasligiga hozircha bir nima demak tez, dedi Mirza Babaqbek cho'nqur muloyiz qilgan holda. Ammo bu amirlarning Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon buzurgvorimizga Soqiya sulkiga sadoqatman ekanligida zinhor shak yo'q. Shu sababli bu amirlarni muhim o'rinlarga mansabga qo'yishga bo'lmaydi, qiblagohim. Ismoilxon hayronlik bilan Mirza Babaqbekka qaradi-da, uning muddaosini tafsili bilib beqib, bir nima deyishni ko'ngliga pukdi. Qani, so'zlayversizlar, amir janoblari, dedi u oltin jamdagi anar sharbatidan o'tlag'ash. Qashqar sulki ishqiya muridlari eng ko'p to'plashgan yurt. Shundaqla tasarrufimizdagi muhim cho'ng shaharlarning biri. Bu shaharga Mirza Idris Bagdak Soqiya sulkining sadoqatman muridini noiblikqa, qo'shimcha amirlashkarlik mansibiga qo'ysak, Mirza Idris Bey Qashqarga noib amir bo'lgandan keyin ishqiya sulkini cheklab, sulki Soqiya targ'ibotini yo'lga qo'ymaydi deb hech kim o'tiq qilolmaydi. Chunki Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pir buzurkimizning har bir eg'iz so'zi onun uchun xon yorliqiga o'xshash muqaddasdir. Bu Qashqarning tinchligi, Qashqar aholisining xotirjamligi uchun foydasizdir. Shunlashqa meningcha Qashqarga sulhdan mustasno sarkardadan birini noib amirlikka qo'yganimiz yaxshi. Mirza Haydarbekni Ostonaning amirligiga qo'shimcha Ostona muhofazatchilar qo'shinining amir lashkarligiga qo'yish ishiga kelsak, bu haqda mening qarashim boshqacha. Ostonaning vaziyati butkul xalqimizning vaziyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bir tumandan ortiq Ostona muhofazatchilar qo'shini bo'lsa, xon lashkarlarining eng sarxili hisoblanadi. Bundaq muhim o'rinni Mirza Haydarbekning sadoqati noaniq bir kishiga berish
Mirza Haydarbegdek sadoqati noaniq bir kishiga berish to'liq yengiltaklik bo'lur. Mirza Xo'jayorni Xotanning noibligiga tayinlasak mayli. Ammo amir lashkarlik mansibini boshqa bir sarkarda ustiga olgani tuzuk. Shundaq bo'lganda ular bir-birini cheklab, saltantimizga oli ko'ngillik qilolmaydi. Endi Mirza Qosim Begni ishq og'liq martabasiga qo'yish ishiga kelsak, buni obdan o'ylashmasak bo'lmaydi. Biz xonliqimizning burundan davomlashib kelgan udumini buzib, ishq og'liq martabasi bilan orada muhofazachilar qo'shinining amirligini olilariga haqiqiy sadoqatman sarkarlardan biri ustiga olsin. Shunda qilgandilar ordining va janobiy davlat panohimning omonligiga haqiqiy kapolat qilg'ili bo'ladi. Amir janoblarining o'rinliq muloyizlari ko'nglimdagi tugishlarni to'liq yeshivatdi, dedi Ismoilxon qoyillik bilan. Aytsinlar-chi, janobiy amir, bu o'rinlarga qo'yg'udak muvofiq sarkarda amirlar tepilarmi? Albatta tepiladi, dedi Mirza Babaqbek texmo jonlanib. Navoda xon olilari anglashni xohlaslar, men bir qancha kishini tavsiya qilay. Ko'ngillariga maqbul kelsa, yorliq tushirgaylar. Quluqim sizlarda amir. Bizga el bo'lib, ordu quvuqini ichib bergan Yo'lvosxonning sarkardasi Mirza Haydar Do'g'lati sudukdan mustasno. Jigardik adolatparvar ham pamparosatlik zot. Uning saltantimizga bo'lgan sadoqatidan gumonlanmasaqmi bo'ladi. Uni Qashqarning noibligi, qo'shimcha amir lashkarlik mansibiga tayinlasilar, Qashqar tarafdan keladigan bosh og'riqidan to'liq forig' bo'ldilar. Xotanning amir lashkarligiga sarkarda Shirali Bahodirni tayinlasilar. Amir Xo'ja Yordin xotirjam bo'g'ili bo'ladi. El bo'lgan yana bir sarkarda Mirza Abazbek odilligi, kuyimchonligi, shundaqla jangbozlik va lashkari maharatining ustunligi bilan xeyli burunla el orasiga nomi tarqalgan. Avam lashkarlar orasida yuqori inovat tikilgan. Uni Ostona amirligiga, qo'shimcha Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkarligiga Mirza Haydarbegni o'rin bosarlikqa tayinligimiz tuzuk. Ondaqda ordu muhofazachilar qo'shinining amirligiga kimni qo'ysak bo'lur? Dedi Ismoilxon. Men dastlabda ancha Iran qilib ketmagan ekanman. Mana hozir o'ylab baqsam, bu o'rin intayin muhim ekan. Bu o'rinni sadoqatman sarkarlardan biriga topshirmasak bo'lmog'idak. Ayni mutaa, dedi Mirza Babaqbek rozimanlik bilan beshini lang'ishtib. Bu o'ringa men boshda bir sarkardini ditlab qo'ygan. Bilmadim, xon olilari qanday qaraydi ekan. U sarkardining sadoqatiga ishonch qiladisizlar. Mening boshqa fikrim yo'q, dedi Sultan Ismoilxon. U sarkardining janobiy davlat panohimga, saltantimizga bo'lgan sadoqatiga har qanday sarkarda amirning sadoqatini tanglashtirib bo'lmas. Aytsilchi amir, u sarkarda zodi kim? dedi Ismoilxon taqozolik bilan. U sarkarda Malika Muhtaram xonim. Malika Muhtaram xonim? Ismoilxon birdilla ümidsizlandi-da, lassida bo'shashdi. Chiroyini purishtirdi. Mirza Babaqbekka norozilik bilan tikildi. Acaba xon odilari sarkarda Malika Muhtaram xonimning sadoqatidan gumonlangan bo'lsa, yengilashdilar amir janoblari, dedi Ismoilxon Mirza Babaqbekning gapini tortib olib. Mening Malika Muhtaram xonimning sadoqatidan gumonlanganim yo'q. U men uchun o'z farzandim bilan o'xshash. Biroq u degan mushtimdak bir qiz bola tursa, mushundaq muhim o'rinning hudisidan chiqalarmi? Ayol zotini yurtdorchilik ishlariga aralashtirsak, kulkiga qolmasmizmi? Malika Muhtaram xonimni Oqsudagi jangda sarkardilik martabasiga ko'targanliklari asrdan chiqib qolmagandir. On hazratim,
dedi Mirza Babaqbek vazmin ağında sözləb. Məlikinin ləşkəri maharati səltənətimizdeki mən degan sərkərdilərdən qilishmaydı. Onun üstüge alilərinin Saidiyyə taxtida o'tirishida Malika Möhtərəm xanımның ko'rsatgan ajr to'pisi oz emas. Onunğa sərkərdilik mərtəbəsini berib, muqim bir divan mahkamaga ega qilmasak, uval qilgan bo'lamiz. Orada amonlik mahkamasining amirligi Malika Möhtərəm xanım uchun eng muvofiq o'rin. Birinchidan, Malika yonlarida turdi. Ikkinchidan, bosh-boshdoqlik qilib o'rnidan ayrilmaydi. Üçüncüden, ko'rsatgan ajr to'pisiga loyiq tortuq martabaga erishgan bo'ladi. To'rtinchidan, eng muhimi, Malika silidan boshqa har qanday kishiga yuz xotira qilmaydi. Bu deganlik, orada qobil bir qo'riqchining qo'lida mustahkam muhofazat qilinadi. Har qanday odamning o'rniga sababsiz, farmon, yorliqsiz kirib chiqishiga chek qo'yiladi deganlik. Malika Möhtərəm xanımның yetişənməgən yerleriga fiqir həmdəmdi bo'laman. Ayol zotining yurtdorchilik ishlariga aralashish ishiga kelsak, bu kulgi qog'udak cho'ng ish emas. Ajdodlarimizning tarixida nurg'un ayol sarkardalar, yurt posibalari o'tgan. Sultan İsmailxon Mirza Babaqbekning ko'rsatgan o'rinliq sabablari oldida gap tepib berolmay, ilojsiz qo'shilishga majbur bo'ldi. Atsi atganlik qubulda amir sarkarlarni har qaysi divan mahkama, yurt shaharlarga mansabga tayinlash xususidagi xon yorliqi jakolandi. Yorliq tamomlangandan keyin vazifaga tayinlangan amirlar xonning himmat shafqatiga hashqallo etishdi va o'zaro bir-birini muboraklashdi. Xo'ja Abdulla Ishonning noroziligi chiroyidan "Manaman" debla chiqib qolgan edi. Shu daqiqada xondan tama qilgan martabaga erishamaganligidan g'azablanib ochiq yursa, xonga aloyidan tavsiya qilgan amirlarning hech qaysiga amaliy huquq berilmaganligidan hasratlandi. Malika Möhtərəm xanımdek bir qiz balaga shunchalar muhim lashkari martabaning inom qilinganligidan qo'ziqi ko'pdi. Shundaqdimi marosim oxirlashguncha o'zini besilib aran o'tirdi. Mana bir haftadan beri Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon betob bo'lib qolganligini bahona qilib, Ishon qasriga mahkam bekinib olgan edi. U o'zi jim turg'uni bilan vujudidagi mikr qo'zg'unlari yuragida bulduqlab eqib turgan o'g'ini ichib, allaqandoq shum tadbirlarni ro'yobga chiqarish uchun qanot qiyqavatadi.